Hammalar tanigan Muhtasham yuzil serialidagi Xurram Sulton o'zigina hozir o'quvchimiz Yusuf sizlarga 2 soatlik intensiv darsimizda noldan boshlab yasab ko'rsatib beradi. Hozir mum qolip foydalanib qilish jarayonini boshlaganlar. Mana endi tayyor apogimizda gips bilan to'ldirib olamiz. Endi vakuum apparatida gipsdagi ortiqcha havoni chiqarib tashlaymiz. Mana endi pechkamiz tayyor qizvagan qolipimizga tilla quyish jarayonini boshlaymiz. Mana uzugimiz tayyor bo'ldi. Toshlar bilan birga quyildi. Endi uzugimizni kislota yordamida oqartirib olamiz. Mana ko'rib turganingizdek uzugimiz tayyor bo'ldi. Atigi 2 soatda intensiv darsimizda o'zlari mana noldan boshlab yasab bitirdilar. Va agar sizlar ham o'zingizlar yoki bo'lmasam farzandinglarni atigi 8 kunda zargarlik hunarini noldan o'rganib daromadga chiqishni xohlasanglar, sizlarni intensiv 8 kunlik darsimizga taklif qilamiz. Faqat to'liq ma'lumot olish uchun kommentariyada plus qoldiringlar va biz sizga bundan tashqari birinchi tanishtiruv bepul darsi uchun ham ma'lumotlarni yuboramiz.